Diqqat! Shov-shuvli xabar. Yaqin Sharqda urush yanada xavfli bosqichga o'tmoqda. AQSh Eronga qarshi navbatdagi kuchli havo hujumlarini amalga oshirdi. Eng e'tiborli tomoni shundaki, zarbalar bu safar ilk bor Tehron yaqinidagi harbiy obyektlargacha yetib bordi. Portlashlardan so'ng bir nechta shaharlarda havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushirildi. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lum qilishicha, hujumlar Eronning raketa tizimlari, dronlari, havo mudofaasi va harbiy qo'mondonlik markazlariga qaratilgan. Shuningdek, Hormuz bo'g'ozida harakatlangan neft tankeri ham nishonga olingani aytildi. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi hujumlarda kamida 35 kishi halok bo'lgan. 300 dan ortiq odam yaralangan. Ammo javob uzoq kutilmadi. Eron o'z harbiylari AQShning Kuvayt, Bahrayn va Iordaniyadagi harbiy obyektlariga raketa va dron zarbalari berganini ma'lum qildi. Iordaniya esa o'z hududi tomon uchirilgan 8 ta raketani havoda tutib qolganini e'lon qildi. Vaziyat tobora keskinlashmoqda. Eron rasmiylari agar bosim davom etsa, mintaqadagi neft va gaz eksportiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytmoqda. AQSh esa harbiy amaliyotlar Eronning Hormuz bo'g'ozidagi tahdidlarni kamaytirishga qaratilganini bildirdi. Bu mojaro qanday yakun topadi? Diplomatiya ustun keladimi? Yoki urush yanada kengayadimi? Hozircha bu savolga aniq javob yo'q. Eng so'nggi xalqaro yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va fikringizni izohlarda yozib qoldiring.